Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qo'y chorva ishqibozlari, bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar, ukalar, obunachilar. Xo'p, sizlar uchun qo'yni bitta idealdan, chiroylisidan kelgan videoni oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Bittadan like bosib, kommentariyaga otangga rahmat yozib ko'rasizlar. Xudo xohlasa sizlar uchun chiroyli obzor bo'ladi. Xo'p akalar, biz manzilni aytib o'taman. Manzil Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. O'zimizning xonadonimizga kelgan qo'y. Bu so'g'liq qo'yimiz akalar, 3 ta tuqqan qo'y. Xo'p akalar, Qashqadaryodan kelgan. Qashqadaryoning qo'yi, so'g'liq qo'y. Xo'p, 2 ta yo 3 ta tuqqan akalar, 4 ta 6 taga chiqargan kishini bo'ylari 90 85 plus kilogrammlar akalar. Xo'p, yuzlari ham kelishgan. Qo'yni ham yonidan bitta ko'rsataman. Kimbalari ham o'ta kelishgan, chiroyli qo'y. Oyoq qo'li uzun. Uzunligi ham shu ozgina kam 1 metr bo'lsa kerak, 95 mi? Oldi to'shlari akalar. Qo'y videoda qanaqa ko'rinyaptilarmi, lekin puliga arziradigan o'ta chiroyli qo'y. Narxi akalar, hop, o'ziga dollarda emas, so'mda qo'yamiz. 7 million so'm bo'lsa ketaveradi akalar. 7 million so'mga Toshkentga dastavka qilib beramiz. Kimga yoqqan bo'lsa aloqa chiqarasizlar, telefon raqam ekranda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.